Qadrdonlar, Hasan aka mosh kichirini yegandik. Hozir Hasan aka tabakiga kelganmiz. Qisqacha mana hozir o'zlari bilan suhbatlashib ko'ramiz. Bu qanaqa tabaki, o'zi nima bu? Mana qadrdonlar, hozir to'g'ridan-to'g'ri Hasan akani yollariga bostirib kiramiz, ha. Bismillah. Assalomu alaykum. Ya alaykum assalom. Hormaydi keldi. Yaxshimisiz? Sog'lik, yaxshimisiz? Yaxshi bo'lsizlarmi? To'g'ri kirib keldik. Insonlarga mana shu siz pishirayotgan taomni, tabakani jarayoni qiziq. Hozirgi kunda insonlarni aldab bo'lmaydi, Hasan aka. Mana ko'rib turibmiz, mana oling jarayonlarni. Mana aka hozir yangi tabakalarni pishirish yo'lga qo'yibsiz. Gap yo'q, xursand bo'ldik. Bu qanaqa aka, halolmi? Qanaqadan olasiz bu parrandalarni? Jo'jalarimiz halol. Bu jo'jami, katta tovuqmi o'zi? Bu jo'ja bu. Jo'ja. Jo'ja. Bu jo'ja menimcha shirinroq bo'ladi, ha? Jo'ja shirinroq bo'ladi. Kattaroq bo'ladi. Siri shunda. Siri shunda ham mehr berib tayyorlaymiz bu narsani. O'zini yo'nalishi bor, pishirishi bor. Siz sanoatlarni endi nima deydi? Juda ko'pchiligi Et olmaysiz. Et olmayman. Hammaga mehr davolam bor. Aldam qildim yo'q bizda. Uni faqat bilishlik uchun tatib ko'rishsa, bizlarga bilishadi. Tatib ko'rsa o'zgisi bilishadi mazasini. Oq qo'ying, rahmat. Kichkina, katta emas. Lekin bu jo'jadan tashqari qanot bilan boldirimiz bor. Qanot bilan boldir ham bor. Addini qanot bilan boldir ham bor. Qadrdonlar, Hasan aka mosh kichirini miriqib yeb ko'rgandik. Hozir biz Hasan aka tabakiga kelganmiz. Mana tayyorlanish jarayonlarini mana akam yollariga keldik. Baho beramiz. Sizga ham tavsiya qilamiz, raqam qoldiramiz, manzil tushuntiramiz, bemalol kelib bahramand bo'lishingiz mumkin. Eng yaxshisi Hasan aka tabakida. Qadrdonlar, manzil turg'unli yillardan beri mana o'sha Guliston tegidagi go'ja. Bu go'jani ichmagan odam yo'q. Hamma bu go'jadan bahramand bo'lgan. Shuni ro'parasida mana Hasan tabaka. Adashib qolmanglar.